savolning mazmuni shuki, tariqatga kirgan odam tariqatga kirishi bilanoq dastlab tavba qilishi lozim bo'lar ekan. Bu haqda Shayx rahmatullohi alayhining hayotlarida ham bu narsa bo'lgan deb eshitdim. Shu haqda batafsil aytsangiz. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom aytganlar, kim iymon keltirsa, o'tgan gunohlar hammasi o'chirilib ketadi. Kim tavba qilsa ham, at-taibu kaman la zamba lahu. Tavba qilgan odam gunoh qilmagandek bo'ladi. Kim tavba qilsa, gunoh demak kechiriladi. Endi bu yerda tariqat haqida gap ketyapti. Tariqatda ham birinchi qilinadigan ish tavba. Tariqat o'zi nima? Tariqat, shariat, haqiqat, ma'rifat tushunchalari bor. Endi bularning ta'rifida juda gap ko'p. Lekin biz shariat tariqatni solishtirib o'tamiz. Mana shu tariqatga kirgan inson degan gapni tushunish uchun. Shariat, tariqat o'z asli egiz narsa. Ular birinchi qadamdan birga amalga oshiriladi. Tasavvuf ma'nosida tushunsak-da endi. Tasavvuf ma'nosida tushunsak, tasavvuf tariqat bilan tasavvufning nima farqi bor? Tasavvuf bu qalb ilmi fiqhi. Tariqat shunga olib boradigan yo'l. Nega tariqat shariatdan keyin deyiladi desa, tasavvuf ma'nosida endi bu talqinlarning bittasi. Menimcha mana shu tushuncha ko'pchilikka hazmi oson. Qalb ilmi ma'nosida tasavvuf yoki tariqatni agar qalb ilmi ma'nosida tushunib olsa odam, unda u shariat bilan teng birga ketadi. Masalan, siz iymon keltirganingizda, Allohga iymon keltirganingizda til bilan ham, dil bilan ham bo'lish kerak. Tilish shariat talabi. Chunki siz qalbingizda iymon bo'lgani bilan tilingizda aytmasangiz, sizga ahkom, musulmonlik ahkomi joriy bo'lmaydi. Qalbingizdagi iymon bu qalbning ishi. Namoz, ro'za, tahorat boshlaganingizdayoq tahoratning ahkomlarini o'rganganingizda qalbingizda tahoratda poklanish haqidagi ba'zi bir tushunchalar, niyatlar sunnat. Misol uchun, tahoratda niyat sunnatmi? Sunnat. Niyat nimaning ishi? Qalbning ishi. Namoz boshlagandan boshlab to'g'ri oldin amallarini barpo qilishga urinasiz, lekin baribir birinchi qadamlardayoq sizga nima deyiladi? Namozda xushu bilan turgin, undoq deyiladi. Qalbga tegishli ishlar. Mana shu ma'noda boshqa ishlarda ham, ilmga ham, boshqa amallarga ham, zakotga ham, hajga ham, boshlang'ich din amallarida shu gapni aytish mumkinki, tasavvuf, qalbga tegishli ilmlar, amallar mana shu boshlang'ich qadamdan birga ketadi. Yo'inki iymonga kelib siz gunohdan qaytib, o'g'irlikdan qaytasiz, g'iybatdan tiyilasiz va hokazolar. Qatorida qalbga tegishlilari bor. Hasad, yomon gumon, va hokazo. Ular ham birgalikda misol uchun aytib borilaveradi. Bu ma'noda tasavvuf bu ma'noda shariat bilan teppa-teng boshlanadi. Ammo siz ma'lum vaqt amal qilib, ma'lum vaqt ibodatda bo'lib, endi siz yuqori darajalarni kasb etishga sizda xohish, imkoniyat paydo bo'lib qoldi. Ana endi sizga tariqat kerak bo'ladi. Shariat tariqatdan keyin deganda mana shu ma'noda tariqat so'zini ishlatsa bo'ladi. Shariat tariqatdan keyin qachon? Tasavvuf ma'nosida emas. Endi siz astoydil kirishmoqchisiz. Qalbni poklab, yuksak xislatlarni kasb qilish, yuqori darajalarni egallashga bel bog'layapsiz. Ana buni tariqat desa bo'ladi. Mana shuni tariqat desak, shunga haqiqatan bir qator amalni zavqini totib, amalni shaklini bitkizib, keyin unga yetib kelasiz. U birdan bo'lmaydi u. Misol uchun ichib chekib, halol haromni aralashtirib yurgan odam birdan ham tahajjud namozlariga, ham qalbni ushlashga, ham zikrga u toqat qilmaydi. Odatan bo'lmaydi va unga rag'bat ham yo'q. U arang birinchi jumaga borib olsam, birinchi tahoratni qilib olsam, mana shunday yuribdi. Katta gunohlarni to'xtatyapti. Asosiy farz amallarni bajaryapti. Bu boshlang'ich. Lekin mana shularni qilib yurib, 30 yil shuna qilib yuravermaydi-ku, 50 yillab bizga o'xshab. Balki ma'lum darajada
bir amal, ilm hosil bo'lgandan keyin endi yuksalishga intilish kerak. Siz keyin amallar qilayotgan paytingizda o'zingiz sezishni boshlaysiz. Oldin boshida shavq va zavqda haligi o'zingizdan his qilmasdan amallarni qilib yurgan bo'lasiz. Keyin fahmlab qolasiz. Riyo aralashib qolyapti. Sum'a aralashib qolyapti ekan. Mana ko'p yoshlarimiz kelib savol beryapti. Manaqa vasvasa kelyapti, mana bunday hayol kelyapti. U amal jarayonida mana shu narsalarga demak yetib kelasiz. Shunda shulardan poklanish kerak. Saxovat, oliyjanoblik, kechirimlilik va hokazo Allohni qalbi bilan doim his qilish, maqomlarini endi kasb qilish xohishlari paydo bo'ldi. Mana shu paytda tasavvufni aytaylik ikkinchi bosqichi boshlanyapti. Mana shunda tariqatlar bo'ladi. Mana shu maqsadga, yuqori martabalarni egallashga oxirgi maqom bu ihson maqomi. Allohni ko'rib turgandek yashash. Uni bitta pasi Allohni ko'rib turganini his qilib yashash. Mana shu maqomga siz intilyapsiz. Shunga olib boradigan yo'llar tariqat bo'ladi. Tariqatlar nimaga har xil? Mazhabga o'xshaydi. Bitta shayx o'zi ustozidan o'rgangan, tajribasida sinalgan bitta yo'lni muridlarga o'rgatadi. Uning tariqati bo'lib qoladi shu. Yastaviy tariqati, Naqshbandiy tariqati, Kubraviy tariqati degani shu. Ihson maqomiga olib chiqadigan yo'llar o'sha tasavvuf mashoyixlarning ijtihodi bilan boyitilgan yo'llar. Nima uchun ular bitta emas? Chunki ulamolar aytadilarki, asli Allohga borib bo'ladigan yo'llar qalblarning adadicha bo'ladi. Ya'ni har bitta odamning o'ziga xos bo'ladi. Lekin tariqatlar shularni har qalay jamlab beradi. İnsanların tabiatı har xil. Kimdir shijoatli, keskinroq, kimdir yuvosh, muloyim. Tariqatlar biri unga, biri bunga javob beradi. Ya'ni biri bitta odam bu tariqatdan qanoat hosil qiladi, bunisi narigi odam bundan hosil qiladi, qanoat hosil qiladi. Mana shu zaylda o'sha ulamolarning, mashoyixlarning tariqatlari paydo bo'lgan. Ijtihodiy jihatlari bilan ular bir-biridan farqlanadi. Usullarda farq qilmaydi. Go'yoki 4 ta fiqhiy mazhab asos masalalarda muttafaq. Lekin far'iy masalalarda ixtilof qiladi-ku. Tariqatlar ham asos masalalar maqsadda bitta bo'ladi, ahli sunnatning ichida. Ayrim amallar uslublarda bir-biridan farq qiladi. Misol uchun ba'zi tariqatlarda chilla o'tirgizib, aytaylik, riyozat bilan yoki uzlat bilan tarbiya qilish. Yana bir tariqatda ko'proq zikr bilan tarbiya qilish, yana bir tariqatda ko'proq ilm bilan tarbiya qilish. Misol uchun yosh katta odamlarga zikr bilan o'sha maqsadga olib boradigan tariqatlar qulay, yoshlarga ilm bilan olib boradigan tariqatlar qulay bo'lishi mumkin. Mana shularni tariqat deyiladi. Endi agar kishi ana shu tariqatlardan birini tanlab, masalan Naqshbandiy tariqati bo'ladi, boshqa Kubraviy tariqati bo'ladi. Shulardan birini tanlab shu yo'lga kirmoqchi bo'lsa nima qiladi? Odatdan oldin ham gunohlarni bilgan, lekin aralashtirib yurgan. Oldin ham nafl namoz o'qib yurgan, lekin doim izchil nafl o'qib yura olmagan. Endi u astoydil kirishyaptiki, ustozni qo'lini ushlab, menga o'sha yuqori maqomlarni ko'rsatasiz, shunga olib borasiz, deyapti. Biz tariqatlarni bunday tushunib olishimizda bitta zarurat jihati bor. Hozir Naqshbandiy tariqati, Kubraviy tariqati desa, odamlar falsafalarni gapirib yurgan bo'ladi. U unaqa emas. Bu tariqatlar islomning yuqori maqomlari, ihson maqomiga olib chiqadigan yo'llar asli. Uni tashqaridan turib o'rganganlar keyin haligi ichini mazasini totmagan-ku, vaysaveradi. Lekin o'z asli bu yo'llar Allohga olib boradigan, ijtihodlar bilan boyitilgan yo'llar. Sunnatga xilof joyi olinmaydi. Sunnatga muvofiq olinadi. Ana shunday siz oldin gunohlarga aralashib yurardingiz. Endi siz bir yo'li gunohlardan qutulish payiga tushyapsiz. Qalbingizdagi ba'zi bir g'ilg'ashlarga beparvo edingiz. Tozalolmayapsiz. Tozalashga qasd qilyapsiz. Siz ustozni, pirni huzuriga keldingiz. Birinchi qiladigan ishingiz nima bo'ladi? Birinchi qiladigan ish tavba bo'ladi. Qalbdagi gunohlar, oldingi qilingan gunohlar, namozlarga beparvoliklar o'tgan bo'lsa, mana shularga tavba qildim deb tavbani
demak mahkam birinchi qiladigan ish tavba bo'ladi. Tavba qilish kerak bo'ladi. Tasavvuf kitoblarida, ustozimiz Shayx hazratlarida biz Haqoiqi tasavvuf degan kitobni ta'lim olganmiz. Shunda ham birinchi keladigan ish tavba. Nimaga desa, tavbasiz zikr, ibodat va hokazolarda yetarli manfaat bo'lmaydi. Siz gunohlaringizdan maza qilib o'tiribsizda, o'ylab yoki yana qilmoqchisizda, yana zikr qilib namoz o'qib, yuqori maqomlarni istayapsiz. U xom xayol u. Siz qalban poklanib yuksalishni istayapsizmi? Birinchi ish har qanaqa katta kichik gunohdan tavba qilaman deyishingiz kerak.